Assalomu alaykum. Qo'llanma bo'yicha 4-video dars. Ya'ni e, biz 7 ta ulli o'rganishimiz kerak. Shunda 40 ta harf tugaydi. Va bular ham ikki tovushli ullilar ekan, ya'ni ijung mo'yim. Bu 4-dars, ya'ni alifbo darsi. Bizda quyidagi 7 ta harf qolgan. Ya'ni va, vo, vi, birinchi v, ikkinchi v, uchinchi v va oxirgisi ruscha talaffuz qilinadi iy. Shu harflarni bugun o'rganamiz. Bular ikki tovushli ullilar yoki boshqacha nomi qo'shma ullilar. Qo'shma, ya'ni ikkita harf qo'shilishidan paydo bo'lgan. Qaysi harf desa ulli harflar mana. Ikkitasi qo'shilyapti, yangi harf paydo bo'lyapti. Mana bu 4tasini biz oldingi darslarda o'tib bo'lganmiz mana. O harfiga i qo'shilsa ochiq e, a harfiga i qo'shilsa yopiq e. Xuddi shunday mana yo harfiga i, ya harfiga i. Yoki boshqacharoq tushuntirganman. Mana bu ikkita e harfini chiziqchasini ikkita qilganmiz mana. Chiziqchasi ikkita bo'lsa ye, ikkita bo'lsa ye. Bu 4tasi o'rganilgan. Mana bu 7tasi qoladi. Va batafsil o'rganamiz. Qarang, kattalashtiraman. Bizda o harfi bor, plus a. Qanaqa qo'shiladi desa, mana daftarda katak. O harfini yozdim. A ni doirasi mana bu doira. Mana bu o'da bor. Demak, kaltakchalarni qo'shaman xolos. Mana shunday shaklda. Mana. Qarasangiz, xuddi shu paydo bo'ladi. Siz mana bu qanaqa ko'rayotgan bo'lsangiz, katak ichida shunaqa yozishingiz kerak. Bu va harfi bo'ladi. Ulli harf, yana aytaman, ulli. Bizda masalan v undosh harf, to'g'rimi? Lekin koreys tilida va harfi bor, bu ulli harf. Ya'ni tovush, va tovushi. Keyingisi u harfiga o ni qo'shamiz. U tez talaffuz qilinsa vo hosil bo'ladi. Ya'ni yozish mana bunaqa bo'ladi. Demak, katakning ichi u harfini yozdim. O ni doirasi, mana bu doira. U harfida bor va mana bu kaltakchalar qo'shiladi. Udan pastga yopishmaydi, bir-biriga yopishmaydi. Siz buni vo deb o'rganasiz. Katak ichida vo. Buni boshqa harflarga nisbatan ko'proq islohot qilishingiz kerak. Kamida 3 qator, 4 qator, 5 qator. Bir bet qilsangiz yana yaxshi. Nimagaki mana shu ullilarni yaxshi o'rgansangiz, umuman o'qishda qiynalmaysiz. Takrorlayman, shu o'rganayotgan 7 ta ullimizni yaxshi o'rgansangiz, so'zlarni o'qishda qiynalmaysiz. Bu vo harfi bo'ldi. Birinchisi va, ikkinchisi vo. Va keyingisi u harfi bor, unga i harfi qo'shilyapti. Seni she o'qilishdagi 6-ulli. Sega vi qo'shilsa shivi bo'lardi, mana. Shivi. Shuni endi ko'rib chiqamiz. Qarang. U plus i teng. Daftarda katak. U ni yozdim. I ni doirasi bunda bor. Demak, kaltakchani o'zini qo'shaman. Bu vi harfi. Vi. U i emas. U i o'qisangiz u xato. U xato. Vi harfi to'g'ri. Va keyingisi mana ruscha talaffuz qilinadi. Yotiq i'ga tikka i qo'shilyapti. Yotiq i plus tikka i teng. Daftardagi katak. Yotiq i ni o'rtaga yozasiz. Tikka i ni doirasi bunda borligi uchun kaltakchani o'zi qo'shiladi mana. Bu ruscha talaffuz qilinadi. I va ye. Iy. Shunaqa holatda talaffuz qilinadi. Iy. Demak, biz 4 ta ulli o'rgandik. Takrorlaymiz. Birinchisi va, ikkinchisi vo, uchinchisi vi, to'rtinchisi iy. Shu harflar katak ichida iloji boricha kichkina va ko'proq islohot qilishingiz kerak. Qanaqa ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa yozing. Xuddi shunaqa. Orasini ajratib yozsangiz, u xato bo'ladi. Ko'rayotganingiz qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa yozing. Yopishmayaptimi? Siz ham yopishtirmasdan yozing. Yopishyaptimi? Siz ham yopishtirib yozing mana. O ga a qo'shilsa va. Va keyingi 3 ta harfimiz quyidagilar mana. Xo'p. Bular 3tasi ham v, mana birinchi v, ikkinchi v, uchinchi v. Asli mana bu 1, 2, 3 raqamlari kitobda yo'q. Biz o'zimiz 3 ta v harfini bir-biridan farqlay olish uchun shunaqa raqam qo'shib o'rganyapmiz. 3tasi ham bir xil ulli harflar, talaffuzi bir xil, lekin alohida keladi, ya'ni lug'atda. Bizda o harfi bor, unga i ni qo'shamiz. O'zi ko'piga i harfi qo'shiladi mana. O plus i teng, daftardagi katak. O ni yozdim. I ni doirasi bunda bor va kaltakchani o'zini qo'shasiz mana. Va shunday holatda. Qarasangiz mana v birinchi. Ikkinchisi o harfiga e ni qo'shasiz mana. O harfi yozildi. E ni doirasi bunda bor va kaltakchalari qo'shiladi. Yozish mana bunaqa. Mana shunday holatda. Bu v. Agar o e o'qisangiz u xato. Bunaqa narsa yo'q. V bor faqat.
Yozishni tushundingiz mana. O va E'ni kaltakshalari. Mana shu V ikkinchi bo'ladi. Demak, tushundik. Demak, keyingisi. Bizda U harfi bor, unga E'ni qo'shyapmiz. Xo'p, mana daftarda katak. U'ni yozdim. Sal chaproqqa yozsangiz yaxshiroq. E harfini doirasi U'da bor, Va mana bu kaltakchalar U'dan pastga yoziladi mana. Bitta, ikkita. Xuddi shunday yozishingiz kerak mana katak ichida. Bitta, ikkita. Bu V harfi, ya'ni 3-V harfi bo'ladi. 3-V harfi. Endi farqlar nimada? Farqi yo'q. Bir xil talaffuzda, lekin alohida ulli. Deylik, mana bu birinchi va ikkinchisiga oid lug'atlar ko'proq uchraydi. Mana birinchisi va ikkinchisiga oid lug'atlar ko'proq uchraydi. Uchinchisiga oid lug'atlar kamroq. Deylik, masalan, 3 daraja, 4 darajagacha, endi sizda maksimal masalan 10 ta, 15 ta shunaqa harf qatnashgan lug'at yodlashingiz mumkin. Bilmadim, masalan, menga kam kelgan bunaqa lug'atlar. Lekin mana bu birinchisi bilan ikkinchisiga oid lug'atlar nisbatan ko'proq. Shunaqa deb bilaman. Bu shaxsiy fikr. Lekin undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Mana biz 7 ta ulli o'rgandik. Mana bu 4 tasini esa oldin o'rganganmiz. Va bizda 40 ta harf tugadi. Alifbo tugadi. Buni endi mustahkamlash uchun biz hozir jadval to'ldiramiz, lekin bitta takrorlab olishimiz kerak. Demak, va harfi, vo harfi, vi harfi. Birinchi V, ikkinchi V, uchinchi V va uy. Endi jadval quyidagicha mana, e'tibor qiling. Kattalashtirib bittadan ko'rsataman mana. Mana bu va, bunisi vo, bunisi V. Ketma-ketligi noto'g'ri, va, vo, V. Va bu ikkinchi V, bunisi ham V, bu uchinchisi. Bunisi ham V, bu birinchisi. Keyingisi V, keyingisi uy. Doirasi bor. Demak, qarang. Hop, mana 3 tasini to'ldirib olamiz. Mana. K ga va qo'shyapmiz. Kva o'qiladi, K ga va qo'shiladi. Kva. Bunisi kvo, bunisi kve. Tushundikmi? Yana 3 ta, 4 ta ekan mana. K ga V, kve, yana bitta kve, kvi, ki. Hop, bunisi nega va'ni qo'shdik? Nva, nvo, nve. Ko'ryapsizmi? Doirani o'rniga tushyapti. Va yana bitta nve, bunisi ham nve, nivi va ni holatda bo'ladi. Hop, bularni ham to'ldirib chiqamiz mana. T ga va'ni qo'shamiz mana. Tva, tvo, tve. Keyingilari mana. Yana bitta tve, tvi, ti holatda bo'ladi. Endi L harfi mana namuna ko'rsatilgan. L ga va qo'shilsa lva, vo qo'shilsa lvo, keyingisi lve. Yana lve, yana bitta lve, lvi, li. Endi M harfini qo'shamiz mana. Mva, mvo, mve, yana bitta mve, Hop, mvi, mi. Ular shunchaki bo'g'in. Ba'zisida masalan tarjima chiqib qolishi mumkin, lekin bir-biriga qo'shilsa keyin so'z paydo bo'ladi. Hop, P harfida mana. Va'ni qo'shamiz. Pva, hop, pvo, hop, pve, yana bitta pve, hop, yana bitta pve, pvi, pi. Endi S harfida mana. Sva, svo, sve, yana bitta sve, Keyingisi lekin shvi. Nimagaki S'dan keyin V kelyapti. Bu shvi. Esdan chiqmasin. S ga I qo'shilsa mana si. Bu birinchi jadval edi. Endi ikkinchi jadvalni to'ldiramiz mana. Endi e'tibor qiling yana va, vo, birinchi V, ikkinchi V ham bu. Bu ikkinchisi. Bu uchinchisi, bu birinchisi. V. Vi, uy. Doira qo'yib chiqayotganim tushunishingiz oson bo'lishi uchun. Bu nega harfi qachonki bo'g'in pastda kelsa. Lekin mana bu yerda o'zini takror yozib qo'yasiz mana. Va, vo, hop, ikkinchi V, hop, uchinchi V, birinchi V, vi va uy. Endi Ch harfida. Hop, birdaniga 3 tasini to'ldirib ketaman, mana. Chva,
chivo, chive. Endi bunisi ham mana kaltakchalik. Chiva, chivo, chive. Yana kega kva, kvo, kive. Endi pastdagini 4 dan to'ldiramiz. Xo'p. Hop, ch harfida oddiy ch mana. Chive, chive, chivi, chi. Endi ch. Xo'p mana. Chive, yana bitta chive, chivi, chi. Endi k harfida. Hop, kive, kive, kivi, ki. Endi mana bu harflarni to'ldirib chiqamiz va tugaydi. Tga vani qo'shsak tva, tvo, tve. Endi p harfiga pva, pvo, pve. H ni mana ko'rsatib qo'ygan. Mana bu H harfi, tepasida kaltakcha turibdi. Endi qarang, qo'shamiz. H ga vani qo'shsak hva, vo ni qo'shsak hvo, v ni qo'shsak hve. Doirani o'zi bo'lsa, bu v ni o'zi bo'ladi. Lekin tepasida kaltakchasi bor, bu h, yumshoq h. Hop, davom etamiz. Hop. T harfida mana. Tve, yana bitta tve, tvi, ti. Endi p harfida mana. Pve, pve, pvi, pi. Endi h harfida. Hop, 3-v ni qo'shyapmiz mana. Hve, yana bitta hve. Bunisi hvi va oxirgisi hi bo'ladi. Demak, tushundik, ha? Mana jadvalni to'ldirdik. Va, vo, vi. Birinchi v, ikkinchi v, uchinchi v va i. Endi lug'atlar o'qib mustahkamlaymiz. Hop, lug'atlar mana bu qismda endi sizga hozir o'rgatganim shu joygacha boshqa bir qo'llanmaydi. Ya'ni aynan mana bu 4-darsdagi 7 ta ulikni yaxshiroq tushuntirish uchun qo'llanmaydi. O'shandan tushuntirdim. Endi lug'atlarni mustahkamlaymiz. Qarang. K harfiga va qo'shilyapti mana. Kva. K harfiga plus va. Kva. Ch ga a ni qo'shsak j. Kvaja. Nimaga? Va ulli, a ulli. Demak j o'qiymiz. Kvaja. Kvaja. Hop, pechenye, shirinlik. Endi mana bu h, unga va qo'shilyapti mana. H harfi plus va. Nima hosil bo'ldi? Hva ga. Hvaga, rassom. Hop, me harfiga vo qo'shilyapti mana qarang. Me plus vo. Mvo. Doiraning o'rniga me kelyapti. Mvo. Nima? Bu so'roq so'z, ha? Nima? Hop, s harfiga ya ni qo'shsak shia. Mana bu vo harfining o'zi. Shia vo. Shia vo. Dush qilish. Keyingisi n harfiga plus birinchi v. Nve. Nve. Miya. Firma nima bo'ladi? H harfiga birinchi v qo'shilyapti mana. Hve sa. Doiraning o'rniga h tushdi-da mana. Hve sa. Hve sa. Firma. K harfiga v ni qo'shdik. Mana k plus v. Suiktasi qo'shilsa kivi. Kivi quloq. Endi k ga a ni qo'shsak k va v harfining o'zi. K, v ikkita bo'g'in. Kavi qaychi. Yana davom etamiz. Hop, t harfiga ikkinchi v qo'shilyapti mana. Ikkinchi v. Ya'ni tve. G. Nimagaki? V ulli, i ulli. Tve g cho'chqa. Tve g. Hop, nega, nima uchun? Bitta harfning o'zi, ya'ni v ikkinchi. V. V deb talaffuz qilasiz. V nega, nima uchun? Hop, ofitsiant. Mana 3-v harfi va i harfi. V i t ga o qo'shilyapti. T ga o. V i to. V i to. Jumper. S ga yotiq i qo'shilsa s. S mana bu 3-v. S v to. S v to. Jumper. Hop, narda toshi. Narda toshini bilamiz, mana to'rtburchak kataklar bo'ladi-yu, o'sha narda toshi. Hop, chu sa vi. Chu sa vi. Chu sa vi. Shifokor. Mana i sa. I sa. Shifokor. Kivi. K ga i ki, v ni o'zi. Kivi. Ikkita bo'g'in. Kivi meva. Tushundik. Endi mana shu joyda yana qo'shimcha qo'shiladi. E'tibor qiling. Biz i harfini o'rgandik, mana. I harfi o'zi yozilsa butun talaffuz qilinadi. Butun. I talaffuz qilasiz. Ya'ni qarang, shifokor. I
sa. Sa. Stul. Ja. Ja. Ma'no. Mi. Mi. Demak, o'zi yozilsa butun o'qilyapti. Mana o'zi yozildi-yu. Endi chaim degani undosh. Mana chaim plus ya'ni undosh harfga i qo'shilsa oddiy i o'qiladi. Mana shu qoida esdan chiqmasin. Yana aytaman. Undosh plus harfi teng oddiygina i o'qiladi. Ya'ni qarang, me harfiga u ni qo'shdik, mu, nega qo'shilsa oddiygina i, ya'ni muni, naqsh. H ga hi, mi, xira noaniq. Keyingisi mana t ga tio, yugurish. Ya'ni bunaqa lug'atlar kam keladi asli. Bu endi kitobda berilgan narsani olib tarjima qilingani. Bunaqa narsa kam keladi, yana aytaman. Kam keladi. Xo'p, lug'atlarimiz yana qo'shimchasi bor. Mana bu jadvalni to'ldirdik, ya'ni boshqa qo'llanmadan to'ldirdik. Va mana bu qoladi qo'shimcha lug'atlar. Shu bilan sizda 40 ta harf tugaydi va bu bo'yicha ham o'qish masalasida tajribangiz yetarli bo'ladi. Demak, qarg'a ikkitalik k ga a qo'shildi. K, me harfiga a. Kama gvi. Nimaga g? A harfi li, v harfi li. Kama gvi. K ga v qo'shilyapti. Kama gvi. Qarg'a. Soat, mana s harfidan keyin i kelsa shi, k harfiga y qo'shilyapti. Uni talaffuz qilasiz. Shige. Nimaga g? I harfi ulli, y harfi ulli. Shige. Soat. Xo'p, sabzavot. Che. Che harfi o'zgarmaydi. Yache. Xarsang tosh. P harfiga a va v. Pavi. Olma. S ga a ni qo'shdik. Sa. K harfiga va qo'shilyapti mana. Sagva. Nimagaki a ulli, va ulli. Sagva. Sagoa emas. Sagva. Xatolik. Oryu. Mana buni re o'qiysiz. Oryu. Ya'ni l ga yu qo'shilsa ikkita unli orasida re. Oryu. Keyingisi. Xo'p, katallashtiraman. Mana bu h unga yu qo'shilyapti. Qarang. H plus yu. Nima bo'ladi? Hyuga. Ta'til. Ch harfiga i qo'shilyapti. Chi. P harfiga y qo'shilsa oddiy talaffuz qilasiz. Chipiye emas. Chipe. Mana bu p ga qo'shilyapti ochiq y. Chipe. Qog'oz pul. Keyingisi g'oz. K harfiga kovi. G'oz. Eng yuqori, eng baland. Ch harfiga ch plus birinchi v qo'shilyapti mana. O'zgarmaydigan ch. Ch ga birinchi v. Chive go. V ulli, o ulli. Chivego. Eng yuqori. Tashqari ya v. Tashqari. Bolalar aravachasi. Ch. Ch o'zgarmaydi. Ch. Bolalar aravachasi. Bu yerda imloviy xato ketgan ekan. Aravachasi bo'ladi. Va biz 40 ta harfni siz bilan ko'rib, o'rganib tugatdik. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Keyingi darslarda o'qish qoidalarini o'tamiz. 8 ta 9 ta qoida bor. Shu qoidani o'rgansangiz, ko'rgan matningizni ifodali o'qiy olasiz. Salomat bo'ling, yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Va oxirgi gapim, aynan mana shu ikki tovushli ullilar va, vo, vi. V birinchi, V ikkinchi, V uchinchi va harflarini ko'proq husnig'at qiling. Iloji boricha katak ichida. Salomat bo'ling.